Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan yurtdoshlarimiz, xudo xolasa o'zimiz ishlab chiqarayotgan lesa apolovkalarni svarkasini ham qo'l avtomatda, ham oddiy svarka apparatda qilinyapti. Bunga sabab o'zini ishini ustasi bo'lgan svarshiylar bilan ishlash maqsadida shu qarorga keldik. Farqi kimdir aytishi mumkin, qo'l avtomatda qilingan svarka mustahkamroq bo'ladi. Yo'q, aslida unaqa emas. Bu svarkani qanaqa usta qilishiga bog'liq. O'zini ustasi bo'lsa, elektrodda yaxshi svarka qiladigan, shug'ullar bu holatda bo'ladigan bo'lsa, qo'l avtomat bu holatga qaraganda mustahkam deya olmaymiz, ikkovi ham past mustahkamligi bir. Qo'l avtomatda plus minusini tomonini aytaman, elektrod ishlaydigan svarka apparatiga qaraganda. Plus tomoni svarkasi tezroq bo'ladi, oddiy elektrodda qilinadigan svarkaga qaraganda shug'ullar chiroyli bo'ladi. Minus tomoni kislorod расход qimmatroq, simlari qimmatroq oddiy elektrodga qaraganda. Svarka apparatda qilishda bitta plus tomoni расходi arzon, apparatlari arzon. Lesa apolovka kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ikkilanchi nomerim ko'rpamish, nomerda Telegram, WhatsApp bor. Manzil Andijon viloyati Sakir tumani.